Hali bunaqa qo'rani akalar ko'rmaganman akalar. To'g'risini aytganda, hozir sizga akalar qo'ylarga qilingan sharoitlarni sizga bir qator tanishtirib o'taman akalar. Qo'ramizga kirib kelish joyida akalar, aylana atrofi qo'ra hisoblanadi akalar. Qo'rada eng qiziq akalar, qarang, devorlariga chiroyli qilib kafellarni tortib, tepasi patololarni qilib, pollariga ham juda ham chiroyli qilib, hali bu qo'ramiz bitgani yo'q. Ketgandan keyin kechqurun svetni yoqqaningiz akalar, kunduzdan kerak bo'lsa yoriq qilib, lampalarni qo'ylar akalar. Eng qizig'iki, dush, hammom hamma sharoit akalar. Lyuks xona. Endi bu qo'rani egasiga bir ma'ruf bo'lsin deb qo'yamiz. Ma'murjon aka, assalomu alaykum. Aka, qo'ra qulluq bo'lsin. Qulluq, rahmat. Bitiryapsizmi? Sizlarda ham bo'lsin hammalaringda. Ha, bityapti. Kech bo'lganda, obunachilarimizga nasib qilsin, ha, inshaalloh. Nasib qilsin. Laykni bosib turasizlar akalar, xudo xolasa. Hammasiga nasib qilsin, bundan da zo'ri. Inshaalloh. Mana akalar, qo'raga nima deysizlar akalar?